Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun mana Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha axborot berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni 419 qonun 3-moddasi. Korrupsiya o'zi nima? Korrupsiyaga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, korrupsiya shaxsni o'z mansabi yoki xizmat mavqei, shaxsiy manfaatlar yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda ish olib borilishi bu korrupsiya degani. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan sodir etiladiganlik uchun qonunchiligida javobgarlik nazarda tutilgan qilmishdir. Bundan tashqari mana manfaatlar to'qnashuviga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, manfaatlar to'qnashuvi bu shaxsiy bevosita yoki bilvosita manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishga ta'sir ko'rsatgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarni, tashkilotni, jamiyatni yoki davlat huquqlari va qonun manfaatlari o'rtasida qarama-qarshiliklar yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat bu manfaatlar to'qnashuvi deb aytiladi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda davlat siyosati korrupsiyani har qanday ko'rinishiga murosasiz bo'lish kundalik hayot tarzimizga aylanishi shart. Bundan tashqari prezidentimiz korrupsiyaga qarshi kurashish jamiyatda har birimizni burchimiz deb qayta ta'kidlab o'tganlar. Korrupsiyaga qarshi davlat siyosati 2016-22 yillarda 6 ta qonun, 6 ta prezident farmoni, 7 ta prezident qarorlari chiqarilib tasdiqlandi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining 3, 10, 84 hamda 84 moddalari maqsadlari manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha vaziyatlar belgilab qo'yilgan. Keyingi slaydimizda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida davlat siyosatining huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasiga New York 2003-yil 31-oktyabr qo'shilishi to'g'risidagi qonuni 2008-yil. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonuni 2017-yil tasdiqlangan. Jinoyat kodeksi 1994-yil, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 1994-yil, O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi tizimni takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon 2020-yil, yana biri korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni 2021-yil, 2022-yil, 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmon 2022-yil. Korrupsiyaga imkon beruvchi sabablarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu 3 ga bo'linadi. Birinchisi salbiy ijtimoiy madaniy muhit, ikkinchisi intizomsizlik, halollik yetishmasligi, jamoatchilik nazoratini yetishmasligi, nepotizm, tanish-bilishchilik, befarqlik va boshqalar. Ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, institutsion tuzilmalarda xodimlarning malakasini pastligi, bunda malaka pastligi huquqiy malakasini kundan kunga oshirib borishimiz kerak. Keyingisi boshqaruvda samarasizligi, undan keyingisi ichki va tashqi nazoratda sustligi, byurokratik to'siqlar hamda ma'muriy tartib taomillarida murakkabligi va boshqalardan iborat. Uchinchisiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qonunchilikdagi bo'shliqlar, qonunlarni chetlab o'tish imkoniyati, qonunlarning murakkabligi, idoraviy manfaatlarning ustuvorligi va boshqalardan iborat. Korrupsiyaga imkon beruvchi sabablarni bartaraf etish yo'llari bu birinchi navbatda ochiqlik va hisobdorlik. Ikkinchisi halollik vaksinasi tamoyili asosida ta'lim. Uchinchisi byurokratik to'siqlarni bartaraf etish. To'rtinchisi manfaatlar to'qnashuvini oldini olish. Beshinchisi samarali ichki nazorat tizimi. Oltinchisi samarali ijtimoiy himoya.
7-si agro xizmatlar ko'rsatishda raqamlashtirish. 8-si korrupsiyaga qarshi ekspertiza. Korrupsiyaga qarshi kurashda vakolatli organlar bu O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura huzurida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti. Korrupsiyaviy jinoyatlarni tahliliga o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida kuzatilgan korrupsiyaviy jinoyatlar Jinoyat kodeksi moddalari kesimida tahlil qilinganda, tahlil natijalari Jinoyat kodeksining quyidagi moddalarda eng ko'p buzilish holatlari ko'rsatilgan. Bu asosan 205-moddada hokimiyat yoki mansabdor vakolatini suiiste'mol qilish, bundan tashqari 206-moddada hokimiyat yoki mansab vakolat doirasida chetga chiqish, 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 208-modda hokimiyat harakatsizligi, 209-modda mansab soxtakorligi. Bundan tashqari 210-moddada pora olish, 211-moddada pora berish, 212-modda pora olish berishda vositachilik qilish, 213-modda davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilotda yoki fuqarolar o'zini boshqarish organi xizmatchisi pora evaziga og'dirib olish, 214-modda davlat organi, davlat ishtirokida tashkilot yoki fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organi xizmatchisini qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar yoki mulkiy manfaatdor bo'lish va oxirgi modda 243-modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar legallashtirishdan iboratdir. Korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarning ochiq elektron reyestri yuritiladi. Bunda mana birinchi reyestrga kiritilgan shaxslar quyidagilar taqiqlanadi. Birinchisi, davlat xizmatiga qabul qilinganda va davlat mukofotlari bilan taqdirlanishi, bundan tashqari saylanadigan va alohida tartibda tayinlanadigan lavozimlarga nomzodlarni ko'rsatilishi, davlat ulushi 50% dan yuqori bo'lgan tashkilotlar hamda davlat ta'lim muassasalarida rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritishi, ularni tadbirkorligi, davlat xaridlarida va davlat xususiy sheriklik bitimida ishtirokchi, ijrochi sifatida qatnashishi va oxirgisi davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari hamda idoralararo kollegial organlarda a'zoligiga kiritilishi ushbu huquqlardan mahrum qilinadi. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 788-sonli qonuni. Bunda 11-moddada shunday deb yuritilyapti: davlat fuqarolik xizmatchilari davlat fuqarolik xizmatidan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar faktlar to'g'risida xabar bergan taqdirda davlat himoyasi bilan ta'minlanishi belgilab o'tilgan. 15-moddada davlat fuqarolik xizmatlari tomonidan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymasligi, 16-moddada davlat fuqarolik xizmatchisi korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lishi va korrupsiyani olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlarda harakatsizliklarni oldini olish shartligi korrupsiya faktlari to'g'risida axborotga ega bo'lsa, korrupsiyani oldini olish uchun zarur choralar ko'rilishi, shu jumladan yuqori turuvchi davlat organi, mansabdor shaxs yoki korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha vakolatli davlat organiga darhol xabar qilish yoxud huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat etilishi kerakligi. 28-moddasida korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda sud tomonidan aybdor deb topilgan shaxslar davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilinishi mumkin emasligi. 50-moddasida davlat fuqarolik xizmatchisi tomonidan korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etilganligi davlat fuqarolik xizmatchisi faoliyatini tugatish uchun asos bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktyabrdagi 595-sonli qarori bilan tasdiqlangan davlat fuqarolik xizmatchilari odob axloqini namunaviy qoidalari. Bunda davlat xizmatchilari o'z kasbiy faoliyati prinsiplari, qonuniylik, davlat va jamiyat manfaatlariga sodiqlik, adolatlilik, halollik va
xolislik, korrupsiyaviy holatlarga murosasiz munosabatda bo'lishi va qarshi kurashish, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilmaslik, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik asosida amalga oshirilishi lozim. Davlat xizmatchilarining xizmat faoliyatiga oid odob-axloq qoidalari o'z xizmat vazifalarini vijdonan halol va yuksak professional darajada bajarishlari, rasmiyatchilik, soxtakorlik va suiiste'molchiliklarga yo'l qo'ymasliklari, ishlab chiqilayotgan normativ huquqiy va boshqa hujjatlarga biror bir shaxs yoki guruh, idoralar manfaati nuqtai nazaridan yondashmasligi hamda ularning manfaatlari ifoda etilishiga yo'l qo'ymasliklari, har qanday qonun buzilishlarga, ayniqsa korrupsiya holatlariga qarshi murosasizlik bilan kurashishlar, xizmat safari, nazorat tadbirlari davomida mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan har qanday turdagi sarf xarajatlarni boshqalar hisobidan amalga oshirilmasligi, davlat xizmatchilari yoki boshqa shaxslar tomonidan jismoniy jinoyat yoki boshqa huquqbuzarliklar sodir etishga undovchi murojaatlar haqida, shuningdek hamkasblar tomonidan sodir etilayotgan yoki tayyorgarlik ko'rilayotgan qonun buzilishlar haqida o'zini rahbariga zudlik bilan ma'lum qilishlari, o'z xizmat majburiyatlarini bajarayotganda fuqarolar va boshqa shaxslarni kamsitishlari, ularni ta'siridan saqlanishlari, fuqarolar huquqlari, majburiyatlari va qonuniy manfaatlarini hisobga olishi, o'z xizmat majburiyatlarini vijdonan bajarishga to'sqinlik qilish mumkin bo'lgan xatti-harakatlardan saqlanishlari, jismoniy va yuridik shaxslarni murojaatlarini qonunda belgilangan tartibda hamda muddatlarda qonuniy asosli va adolatli hal qilishlari lozim. Qishloq xo'jaligi vazirligi 2021-yilda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha xalqaro ISO 37001/2016 standarti korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi sertifikatiga ega bo'ldi. Bunda 2021-yil xalqaro standart talablariga muvofiq Qishloq xo'jaligi vazirligi hududiy boshqarmalar va tizim tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha boshqaruv tizimi joriy etilganligi to'g'risida sertifikatga ega bo'ldi. ISO 37001 sertifikati bu tashkilotda korrupsiyaga qarshi samarali tizimni yaratish uchun xalqaro modelni o'z ichiga olgan dunyodagi birinchi xalqaro standart hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi vazirligining korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimini xalqaro standart talablariga muvofiq ichki hujjatlardan tashkil topgan bo'lib, u butun vazirlik tizimini doimiy nazorat ostida bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu standartda korrupsiyaga qarshi siyosat belgilangan, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizom, xodimlarning korrupsiyaviy xatti-harakatlari va odob-axloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o'tkazish bo'yicha reglament, korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash uslubiyoti, kontragentlarni tekshirishga oid yo'riqnoma, aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy xatti-harakatlar to'g'risida kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va ko'rib chiqish reglamenti, korrupsiyaga qarshi tartib tamoyillari samaradorligi, monitoringi va nazorat qilish uslubiyoti, korrupsiyaga qarshi kurash tizimini holati to'g'risida hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo'yicha nizomlarni qamrab olgan. Sovg'alar va ish jarayonida mehmondo'stlik belgilari, xodimlarga o'z xizmat majburiyatlarini bajarish bilan bog'liq holda jismoniy va yuridik shaxslardan biron bir sovg'a olish ish jarayonida hamdo'stlik belgilari, qarz kafolatlari, kafilliklar, kafolat shaklida rag'batlantirish vositalarini, naqd pul mablag'lari yoki ularni ekvivalenti, qiymati qimmatli qog'ozlar ko'rinishida moddiy yordam qabul qilish taqiqlanadi. Xodimlar tomonidan rasmiy delegatsiyalar tarkibida rasmiy tadbirlarda, jumladan xorijdan olingan har qanday sovg'alar summasidan qat'iy nazar tuzilmalarning mulkiga o'tkaziladi. Bunda tuzilmaga, ya'ni xodim xizmat safariga chet elga borib kelganda chet elda berilgan sovg'alarni tashkilotiga kelib turib, uni rasmiylashtirib, sovg'aning nomi, narxi, berilgan kuni, qaysi davlatdan, o'sha tashkilotni alohida sovg'alar bir jamlab qo'yiladigan burchagidami, seyfidami saqlanishi belgilangan. Tashkilot nomidan xalqaro konferensiyalardan, simpoziumlardan va boshqa ishbilarmonlik xizmatga oid yig'ilishlarda sovg'alar berish
vazirlik yoki uning o'rinbosarlarining buyrug'i bilan amalga oshiriladi. Sovg'alar va ish jarayonida mehmondo'stlik belgilari. Xodimlarga ularni shaxsi bilan bog'liq bayramlar, tug'ilgan kun, bolani tug'ilishi, Vatan himoyachilari kuni, Xalqaro xotin-qizlar kunida berilgan xizmat majburiyatlarini bajarish bilan bog'liq bo'lgan sovg'alar xodimni shaxsi bilan bog'liq sovg'alar deb tan olinadi. Bunday sovg'alarni berishda quyidagi talablarga rioya qilinishi lozim. Sovg'alar tuzilma muassasalarining, tashkilotning kamida 3 nafar xodimlari ishtirokida beriladi. Sovg'a berish jarayoni tabrik nutqi bilan birga bo'lishi, unda sovg'a berish sabab bo'lgan voqea o'zini aniq ifodasini topgan bo'lishi, sovg'aning umumiy qiymati barcha soliqlar va yig'imlarni hisobga olgan holda 5 bazaviy hisoblash miqdoridan oshmasligi lozim. Bu bugungi kunda 1.500.000 so'mni tashkil etadi. Mana bu yoqda 3 nafar xodimlar ishtirokida berilishi deyapti. Kamida 3 nafar, bo'lmasam 10 kishigacha undan oshiq ham bo'lib turib taqdirlab sovg'ani taqdim qilishi mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurash siyosatining asosiy yo'nalishlari. Bu boya vazirlik tomonidan ISO 37001 sertifikatida ham ko'rsatib o'tilgan bu 8 ta siyosat. Mana manfaatlar to'qnashuvini boshqarish, sovg'alar va ish jarayonida mehmondo'stlik belgilari, xodimlarni tanlash, lavozimdan lavozimga o'tkazishda moddiy rag'batlantirish, tekshirishlarni o'tkazishda hamda tashkilotlar faoliyatini o'rganish, kontragentlar va uchinchi shaxslar bilan o'zaro munosabatlar, xayriya va homiylik faoliyati, sirli mijoz tadbirlari, ish faoliyatini video tasvirga olish va translyatsiya qilish, ichki hujjatlarda korrupsiyaga qarshi ekspertizasi. Agar sizga qishloq xo'jaligi sohasiga oid qonunchilik buzilish holatlari yoki xodimlarning harakatlari ma'lum bo'lsa, bizni xabar qilishingizni so'raymiz. Bizda bu qisqa ishonch raqamlarimiz 1243 raqami. Undan tashqari mana Telegram Agro Anti-Corruption Bot degan Telegram botimiz bor. Yana bittasi www.agro.uz. Ushbu kanallar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.